Mesela mana shunday instrument yasab oldim. Mana shunday instrument gazda ishlaydi. Bu mana shu plyonka, agrovolokno o'zi o'rtasi o'sha 3,5 santimetrga yopilgan va uchiga bitta 3lik 10lik prutni o'tkirlab qo'yilgan. Ichlari mana shunday. Yoniga payanli lampani garelkasini qo'yib olganman. Buni gazini baland qilamiz. Mana shunday qulupnay ekish uchun agrovolokno, plyonka larni joyini teshish uchun mana shunday qo'yamizda. Mana shu metkamiz bor, mana shablonimiz. Shablonimizga mana shunday qo'yilsa, mana oldi teshildi. Mana shunday qilib teshib qulupnay ko'chatlarimiz enkiladi. Shunday teshilgan joy nimasini o'ziga olib qoladi-da, eritib tushiraveradi. Mana eritib tushiraveradi. Mana shunday qilib teshib ko'chatlarimizni bu agrovolokno bo'lsin, plyonka bo'lsin, farqi yo'q. Bemalol teshib beradi. Osongina. Ba'zilar qo'lda, qaychida har xil usulda qilishadi, lekin eng oson usuli shu. Buni oddiy zajgalkali garelka, balonchiklar ham qo'ysa bo'ladi bunga. Shunday garelka o'rniga balonchik qo'ysa ham bo'ladi. Lekin bu yaxshiroq, tugab qolmaydi. 5 litr zapravka qiluvdim, mana 6 sotix joyda. Asha teshib chiqaryapman, hali tugagani yo'q 5 litr zapravka. Qulupnaylarimiz mana shunday ekilmoqda. Mana shu chuqurchalarga yana bir instrumentda chuqurcha qilib mana shunday ekib chiqilmoqda. Mana bunday instrumentimiz bor yana. Xo'sh. Mana shunday chuqurcha qilib ko'chatimiz mana 40 talik kassada qilingan ko'chatimiz. Bu alba. Mana o'zi ko'chatning o'ng chapi mana shu yerdan bilinadi. O'ng chapi mana shu yerda oysimon bo'lib chiqqan. Mana qayrilib chiqqan. Shu qayrilib chiqqan joyini ariqning ichiga taraf qilinib, ko'chat shunga tiqilib, atroflari bosib qo'yiladi. Bo'ldi, tamom. Ko'chatimiz tayyor. Suv haydaymiz chiroyli qilib. Xo'sh, mana shu yerda shunday ekilyapti.